Nursulton Ro'zboyevning navbatdagi jangi aniq bo'ldi. Hamyurtimiz 16 avgust UFC 319 kechasida Hamzat Chimayev va Drux du Plessis kartida jang qiladi. Hamyurtimizga o'sha kuni amerikalik 12-2 rekordga ega Brian Battle raqiblik qiladi. Brian Battle haqida ma'lumot beraman. 30 yoshli amerikalik Brian Battle 2021-yil 28-avgustda UFCga kirgan. UFCdagi debyut jangida Gilbert Urbina bilan to'qnash kelib, ikkinchi raundda bo'g'ish usuli bilan g'alaba qozongan va UFCga g'alaba bilan kirib kelgan. UFCdagi statistikasini ko'rib chiqsak, UFCda 7 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat va 1 ta no contest bilan qayd etgan. Brian Battle UFCdagi so'nggi jangini 2024-yil 7-dekabrda Randy Brownga qarshi o'tkazgan ekan va hakamlarning qaroriga ko'ra Randy Brownni mag'lub etgan. Jang uslubi haqida ma'lumot beraman. Stokada juda kuchli jangchi, zarbalarni yaxshi kombinatsiya qila oladi, kurashi Nursultonga o'tmaydi, ko'proq stokada jang qiladi, finishni nokaut qilishni yaxshi ko'radi. UFCdagi nickname The Butcher, qassob deb ataladi. Nursulton Ro'zboyev haqida ma'lumot bermaymiz, chunki bu sportchimizni butun O'zbekiston xalqi biladi. Jang uslubi qanday, kurash qanday, hamyurtimizga faqatgina omad tilab qolamiz. Kommentariyada sizni fikringizni kutib qolamiz.